Agar siz mendan qaysi klubga muxlissiz deb so'rasangiz, men hech qaysi klubga deb javob beraman. Chunki men muxlislik qiladigan jamoaning darvozasiga klubdan-da ustunroq deb yozilgan. Men bir oilani bilaman. Ularning muxlislari bu klubni sovrinlari yo'q g'alabalari uchun emas, balki betakror futboli va qadriyatlari uchun sevishadi. Men ham shularning qatoridaman. Bu jamoa shundayki, boshqalar Yevropaning erkatoylarini o'z safiga qo'shib olayotgan bir paytda u o'z bolalariga imkon beradi. Barselona aql bilan seviladi va yurak bilan muxlislik qilinadi. Afsonalar jamoadan ketganda butun dunyoni yig'latib ketishadi. Bu shunday jamoaki, unda imkoniyat eshiklari doimo ochiq. Bu shunday jamoaki, jarohatdagi futbolchilariga ham shartnoma taklif qiladi. Bu shunday jamoaki, tarkibi yulduzlarga to'la bo'lsa ham bolalar fondi UNICEFga tekinga hamkorlik taklif qilgan. Dunyodagi eng yaxshi klub, agar uni klub deb atash mumkin bo'lsa. Endi aytingchi, qanday qilib bunday jamoaga muxlis bo'lmaslik mumkin?